kiritilgan bo'ladi. Demak, parol raqam kiritib olgandan keyin davom etish tugmasini bosganimizda, demak, internet bilan muammomiz bor ekan. 1 daqiqa. Demak, internet bilan aloqani tiklab oldik. Davom etamiz. Xo'sh. Mana, demak, kirib oldik. Bizda interfeys ochildi. Va interfeys nimadan iborat? Ko'rib turganingizdek, mishga qilinayotgan tomoni bu sizning o'ng tomoningiz, bu ishlash maydoni. Mana bu chizuvdan bu yoq qora qismi esa bu bo'limlar menyusi. Ya'ni bu menyularga kirganda bu yoqda menyu va bu yoqda menyuning ichidagi narsalar ko'rinadi. Biz hozir doska menyusida turibmiz. Doska menyusida lidlar bilan ishlash qismi turibdi. Demak, bu yoq nimadan iborat? Mana doska bo'limi lidlar bilan ishlash qismi, umumiy bo'limi bu yillik, oylik, kunlik yoki misol uchun keyin oylik, kunlik qilaylik. Statistika, sotuvlar haqida ma'lumot beradi. Doska bo'limi esa yangi kelgan lidlar, ular bilan ketayotgan jarayon, ya'ni telefon qildi, ko'tardi, sifatsizlik bo'lib chiqdi, o'ylab ko'radi, gaplashgandan keyin bog'lanaman dedi, misol uchun onlayn mitingga kelaman dedi, offlayn mitingga kelaman dedi, maslahatlashib ko'raman dedi, muvaffaqiyatli sotdingiz, qaytadan sotdingiz yoki mijoz umuman boy berildi. Ya'ni bularning hammasi orqali doska bo'limida shug'ullansa bo'ladi. Ikkinchi qismi umumiy, hozir tushuntirganimdek, demak, statistika. Uchinchi qismi telefoniya. Ya'ni telefon raqamingizni shunga ulaganingizda nechta abonent ulangan, qancha gaplashgan ko'rsatadigan qismi. Chat qismi bu Telegram, Instagram, WhatsApp yoki Facebookda operator va mijoz o'rtasidagi suhbatlar yoki operator AI operator, sun'iy intellekt operator va mijoz o'rtasidagi suhbatlarni ko'rish mumkin. Keyingi menyumiz buyurtmalar bo'limi. Buyurtmalar bo'limida siz zakazlaringizni ko'rishingiz mumkin. Misol uchun Begzod Ismoilov 813 ming so'mlik zakaz bergan. Ya'ni tarixni ko'rish mumkin. Qanchalik zakaz, kim, qaysi mijozingiz bergani haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Qayta sotuvlar bo'limi. Bu bo'lim misol uchun bitta mijozingiz har yil yangi yilda sizdan yangi archa sotib oladi yoki har yil tug'ilgan kunida nimadir sovg'a oladi. Shularga qayta sotish kerakligi haqida ogohlantiradi. Ya'ni Aziz Qodirov muayyanlashtirish kerak, 67 kun o'tib ketibdi. Ya'ni bularga ommaviy SMS yuborish orqali siz o'sha mijozingizni qaytadan o'zingizga yangi mijoz sifatida jalb qilishingiz mumkin. Kampeynlar, kompaniyalar yoki ommaviy SMSlar. Bu aytib o'tganimizdek, har yil bayramlarda tabriklashingiz mumkin mijozlaringizni, tug'ilgan kunini tabriklash, skidkalar e'lon qilish, ya'ni bu ommaviy SMS ko'rinishida ularga xabar yuborish yoki e'lonlar yuborish uchun ishlatiladi. Keyingi bo'limimiz mijozlar bo'limi, ya'ni bu yerda baza. Sizni tovaringizga qiziqqan har bir kishi borki yoki sizni Instagram, Telegram, Facebook, yana qo'yingki mana WhatsApp orqali yozgan, kommentariyalarga yozgan mijozlaringiz borki, odamlar borki, sizga baza bo'lib tushadigan qismi, ya'ni ular sizga baza sifatida tushadi. Ismi, telefon raqami, yashash joyi. Ya'ni bu sizda necha yil ishlasangiz ham sizga zapas bo'lib, xuddi boylikdek bo'lib turadi. Sizga kerak bo'lgan paytda mijozlarni saralab olishingiz mumkin. Tovarlar qismida bu sizni skladingizdagi, ya'ni ombordagi tovarlar, necha dona, narxi, qancha qolgani, kodlari haqida ma'lumot. Ya'ni tovarlarni, skladni kuzatish uchun ishlatiladigan bo'lim. Keyingi bo'limimiz kategoriyalar bo'limi. Ya'ni kategoriyalar bo'limida o'sha tovaringizni kategoriyalarga bo'lib chiqqani. Ya'ni e'tiborlaydigan bo'lsangiz, bizda nima bor? Mijozlar bor, tovarlar bor. Tovarlarning kategoriyalari bu o'sha tovarlarni kategoriyaga bo'lib chiqilgan varianti. Hududlar menyusi esa o'sha mijozlaringizni, mana bu yerda mijozlarni hududlar bo'yicha bo'lib chiqilgan versiyasi.
keyingi bo'limimiz avtomatlashtirish. Bu ancha kattaroq. Bu hamma menyular haqida, hamma bo'limlar haqida alohida video qilib chiqamiz hali. Demak, avtomatlashtirish bo'limida sun'iy intellekt ishlatish orqali mijozlar bilan gaplashish, kommentariylarga javob berish yoki umuman olib qaraganda qaysidir amalni bajarganingizda, misol uchun kutib turibdi baronkasiga yuborganingizda qayta qo'ng'iroq qachon qilish kerakligi haqidagi ogohlantirishlar yuborish, ya'ni avtomatlashtirish va operatorni doimiy qilishi kerak bo'lgan vazifalarni esiga solish. Uzun bo'lib ketdi mana shu yog'i. Shu haqida ma'lumotlar berish uchun ishlatiladigan bo'lim. Ya'ni qisqacha qilib aytganda sun'iy intellekt bilan ishlaydigan bo'lim. Jamoa bo'limi bu ko'rib turganingizdek bizada bitta menejer va 4 ta operator, adminlar bor ekan. Jamoa shakllantirish, tayinlash, promotion berish mumkin yoki o'chirilganda ishdan bo'shagan xodimlar ham bo'ladi. Shunaqasi ham bo'lib turadi ishda. Ularning hammasini jamoangizni kuzatishingiz uchun bo'lgan bo'lim. Keyingi bo'lim tarif va foydalanish. Ya'ni bu xuddi tasavvur qiling, sizda Uztelecom yoki Beeline sim kartangiz bor, har oy limit berilgan oylik to'lov evaziga. Agar megabayt yoki daqiqa yetmasa, qo'shimcha to'lov evaziga sotib olishingiz mumkin. Bizda ham xuddi shunaqa. Mana bu yoqda berilgan limitlar bor. Agar yetmasa, sotib olish uchun ishlatishingiz mumkin. Ya'ni bu yoqda bu sizni tariflaringizni, limitlaringizni boshqaradigan bo'lim. Keyingi sozlamalar bo'limi, bu eng oddiy bo'limimiz. Ya'ni bu yerda til sozlash mumkin yoki bo'limlar necha kun berilgan hammasini, tilini, xavfsizlikda parollarini, akkauntda ism, familiyangiz, telefon raqamingizni o'zgartirishingiz mumkin. Demak, bu hozirgi videomiz umuman olib qaraganda bizda Lido CRM programmasini umumiy interfeys ko'rinishi haqida edi. Demak, keyingi videolarda biz mana shu har bitta bo'limga daskanalni, ya'ni chuqur yondashgan holatda har bitta bo'lim uchun bittadan video qilib chiqaramiz. Ularni foydalanish, qanaqa foydalanish kerak, nima foydasi bor sizga, biznesga qanaqa foydasi bor, bu kabi hamma savollarga javob topamiz. Demak, hozircha hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.